hamma viloyatlarni game plani ishlab chiqildi va bitta ko'rsatib bermoqchiman buni sizlarga qanaqa ishlashini. DSHK shaffof qurilish uz degan saytga kirasizlar. Mana bu yerda mana shunaqa xarita chiqadi va bu joyda mana hamma viloyatlar qo'shilgan mana. Andijon viloyati, Buxoro viloyati, mana Buxoro shahri game plani ishlab chiqilgan. Qaysi zona renovatsiya, qaysi zona rekonstruksiya, qaysi zona hammasi yozib qo'yilgan. Bemalol o'zingizlar kirib ko'rishingiz mumkin. Renovatsiya nima, rekonstruksiya nima, konservatsiya nima sahifamda aniq joylab qo'yganman, batafsil ko'rib olasizlar. Farg'ona viloyati. Farg'ona viloyatini game plani. Jizzax viloyati. Masalan. Mana Jizzax viloyatini game plani. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Bizga qaysi joylar buziladi, qaysi joylar rekonstruksiya qilinadi, qaysi joylar joyida qoladi, shuni bildiradi. Ko'rib bilsanglar bo'ladi, sahifasini joylab qo'yaman. Toshkent bosh rejasi misolida qolgan viloyatlarni ham bosh rejalar ishlab chiqildi. Endi ularni ham ko'rishingiz mumkin. Loyiha chiqaruvchi stansiyalar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Xorazm viloyati bu. Buxoro viloyatini ko'ramiz. Bemalol, ya'ni o'zingizga tegishli hududlarni ko'rib o'rganib chiqsanglar bo'ladi.